Tünügün öygü tıqqanlar keptike oxşitib qunaqmonda ketib aygantim. Ajoyib xo'sh o'p ketdi, lekin cho'nglarg'u baxo'sh yaxdi. Shunchalik rozi o'p ketdi. Buni qanday qatdingiz deb bek so'rab ketgan bo'g'ashqa bugun tafsiliy darsga nab keldim. Cho'qim yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni tuqqanman keyin izdegan topolmay qolsiz. Avval videoda ko'rsatilgandek bir chiniga qunaq uni, bir chiniga bug'doy un ilib, ikkisini o'xshash nisbatda tekshi ilashtirib olgandan keyin buning tuz, bir tal tuxum chiqib, qiziq qaynoq suv bilan, ya'ni 80 graduslik qaynoq suv bilan cho'ki bilan ilashtirib ximir qilib olamiz. Diqqat qildiganlar, ximir jug'irgan vaqtimizda qo'limiz bilan ilashtirmaymiz, bo'lmasa qo'linglar kuyib qoldi. Cho'ki bilan oz-ozdan suv quyib, videoda ko'rsatgan bo'yicha chingmamas, bo'shmamas qilib ximir qilib tayyorlab olamiz. Ko'rib mishaykapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Cho'ng taqsiliq qorma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan gunalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studiyo numar shu. Qunaq mondiki qilgan vaqtimizda sho'rpining suyiga solsak ajoyib o'xshaydi. Shunga so'ngaklik go'shtni sovuq silib bir qaynagandan ko'pikchilarini pakis elib etib, sabzi bilan chamg'uni silib, sus o'tda 20 minut atrofida qaynatib pishiramiz. Bu jarayonda biz samsaq bilan pomidorni ushshaq chanib olamiz. Ondan keyin mening ishlatganim cho'ng ustamning suyiqash tetitqisi. Mushundaq suyba tomoqlarni assanglar bir bo'liq sevassanglar ajoyib o'xshaydi, lekin cho'ng ustamning cho'ngligi bormish tomoq assam ta'mini, rangini yaxshi chiqaramayotma degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab baqsanglar bo'ldi. Buning go'sht to'g'rigan vaqtimizda videoda ko'rsatilgandek cho'chirninkidek bek ushshaq to'g'rib atmaymiz. Ondan keyin piyozdan salji qaraq to'g'rib assanglar shunchalik yeyishlik bo'lib ketadi. Endi buning tam xurishlaridan bir qo'shiq tuz, 1,5 qo'shiq sira, ahmish bilan qarmishni qo'shiqning uchida azroq salmiz. Ondan keyin yarim piyola atrofida qo'yib tekshirlashtirib olgandan keyin tugishni boshlaymiz. Tuggan vaqtimizda videoda ko'rsatilgandek o'lchimini o'zinglarning ehtiyojiga qarata muvofiq miqdorda yumaloqlab olgandan keyin ichiga qiymini elib, mushni mantib tuggandek yumaloq qilib tugib tayyorlab olsanglar bo'ldi. Bek osona, kichik bolalarni tugallaydi. Undan keyin sho'rpiga solgan so'ngaklik go'shtlarni suzib elib etamiz. Mondaklarimizni qozonga silib 5-6 minut atrofida qaynatib pishirib olamiz. Pishgan vaqtida mondaklar o'zligidan ustiga chiqib laylab qoldi. Mushalatda pishgan bo'ldi. Undan keyin tuz ta'min etib o'zimiz eng yaxshi ko'radigan qachimizga usib, sho'rpiston qo'yib, azroq qarmish bilan osh ko'ksilib iste'mol qiladigan bo'lsangiz, intayin quvvatli